Assalomu alaykum. Bugungi sifat nazorati ko'rsatuvini shahrimizning yirik savdo komplekslaridan biri bo'lgan Food City'da amalga oshiramiz. Ko'rib turganingizdek, mutaxassislarimiz shu yerga yig'ilishgan va bugun ko'rsatuvimiz davomida sut va sut mahsulotlari xaridini amalga oshirishga kelishdik. Bilamizki, sut va sut mahsulotlari har bir xonadonda uchraydi, lekin ularni hammasini ham sifatli deya olamizmi? Biz savdo jarayonini amalga oshirishdan oldin bir narsaga guvoh bo'ldikki, qattiq mahsulotida aynan ishlab chiqaruvchi ko'rsatilmagan. Assalomu alaykum, Ulug'bek. Assalomu alaykum. Ko'rib turganingizdek, qattiq siz o'zingiz aytdingiz, qattiq mahsulotlarda ishlab chiqaruvchi nomi ko'rsatilmagan. Bunday holatlarda qanday ishlar amalga oshiriladi? Oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligi to'g'risidagi qonunga ko'ra, har bir ishlab chiqaruvchi, ya'ni qadog'ida ishlab chiqarilgan sanasini, bitta sanasi bor, ishlab chiqaruvchi kim tomonidan ishlab chiqarib o'tgan va tarkibiy qiymati va ozuqaviy qiymatlari hammasi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bu yerda ishlab chiqaruvchining faqat manzili ko'rsatilgan, lekin kim tomonidan ishlab chiqarishi noma'lum. Bunday holatlarda iste'molchilarga qanday maslahat beriladi va umuman bunaqa mahsulotlarni sotib olmaslikni, keyin hozir do'kon egalariga ham, ya'ni tavsiya qilamiz, to'g'ri ko'rsatma bo'yicha savdodan chetlashtiramiz. Xo'p, do'kon egalariga ham bunday vaziyatlarda qanaqadir chora-tadbirlar o'tkaziladimi? Chunki bilamizki, bunday holatlar shaharda uchrab turadi. Agar hamma ham mana shunday ishlab chiqaruvchi ko'rsatilmagan, demak, narsalarni sotadigan bo'lishsa, bu inson organizmiga bilamizki, xavf tug'dirishi mumkin, to'g'rimi? Yo'q emas. Ishlab chiqaruvchi To'g'ridan to'g'risiga olib keladi. olib keladi, nakladnoy asosida qabul qila olamiz. Firmasi mana qarang, shu mahsulot ishlab chiqaruvchi aniq yozilgan. Maslahati cheklangan jamiyat yoki qanaqadir xususiy korxona yoki oilaviy korxona tomonidan ishlab chiqarilgan manzilda hammasi aniq yozilgan. Bularniki ham xususiy korxona hisoblanadi. Yo'q, xususiy korxona yoki maslahati cheklangan jamiyatligini men bilib ko'rinmayapti-da, qadog'ida mana yo'q umuman. Hech qanaqa yozuv yo'q. Bu mumkin emas. Buni hammasini savdodan olasizlar. Ishlab chiqaruvchiga qayta yo'naltirasizlar buni. Tushunarli. Mana qarang, mana MTZ nomi yozilgan hammasi. MTZ nomi, bunda nomi yo'q. Siz buni aytishingiz mumkin, natural 100%. Bu yerda nimadir yozib qo'ygan, ya'ni bu brendi mana. Smetana EcoSut. Bu o'zini logotipi, brendi. Lekin yuridik nomi boshqa. Bunda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Buni savdodan chetlashtirasiz. Xo'p, bunday holatda Zayniddin aka kimdir choraga tortiladimi? Chunki sotuvchilarning vazifasi faqat sotish bo'lsa, kimdir sertifikat asosida mahsulotlarni qabul qilib savdoga yo'naltirishi kerak. Albatta, bunday holatlarda biz ushbu qattiq mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi korxonani aniqlaymiz. Albatta, oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi to'g'risidagi umumiy reglament talablariga ko'ra oziq-ovqat mahsulotlari tamomlanishida ishlab chiqaruvchi korxona nomi yozilishi shart. Ushbu korxona vakillariga nazorat inspeksiyasi tomonidan tegishli ogohlantirish xatlari beradi. Agar ushbu korxona tegishli muddatlarda ushbu noma'lumlikni bartaraf etmasa, ushbu korxonada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarini huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qiluvchi vakilni xabardor etib, ushbu korxonada davlat nazorati tadbirlari o'tkaziladi. Shunday bo'lsa-da, biz hozir mutaxassislar bilan birgalikda aynan qattiq mahsulotni xaridini amalga oshiramiz. Chunki biz uchun u juda ham qiziq. Uning sifati qay darajadaligi. Ushbu birinchi turdagi qattiq mahsulotni Musaffo savdo belgisi asosida ishlab chiqarilgan 3% qattiq mahsulotni. Ushbu mahsulotimiz O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan ishlab chiqaruvchi korxona nomi Milk House qo'shma korxonasi mahsulot cheklangan jamiyati. Mahsulotimiz qadog'i butun, mahsulotimizni ishlab chiqarilgan sanasi va yaroqlilik muddatlari ko'rsatilgan. Shu mahsulotimizda shuningdek yaroqlilik muddatlari va tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlar yetarli. Shu mahsulotimizni laboratoriya xulosalariga erishimiz mumkin. Albatta, biz tamg'alanishi bo'yicha dasturimiz davomida qo'shimcha ma'lumotlar berib boramiz. Ushbu mahsulotlarni sifatini o'rganish maqsadida namunalar tanlab olib, sonlab bildirish topshiramiz. Navbatdagi qattiq mahsulotimiz Essi brend ostida ishlab chiqarilgan qattiq mahsuloti. Ushbu mahsulot mahalliy mahsulot bo'lib, bu mahsulotimiz Milkalino produkt mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu mahsulotimizni o'rganish jarayonida qadoqlari butun, miqdorlari to'g'risida ma'lumotlar berilgan. O'zbek tilida va boshqa tillarda ma'lumotlar chop etilgan. Shu mahsulotimiz sifatini o'rganish maqsadida laboratoriya
sinovga topshiramiz, xarid qilib. Sut va sut mahsulotlaridan qatiq mahsuloti ishlab chiqaruvchi, mahalliy ishlab chiqaruvchi tomonidan Samarqand viloyatida ishlab chiqarilgan, qadoqlari butun, ishlab chiqarilgan sanasi va yaroqlilik muddati hammasi ko'rsatilgan, og'irligi, tarkibi barchasi ko'rsatilgan. Mana hammasi butun holatda. Buni endi laboratoriya tekshiruvlar o'tkazish uchun laboratoriyaga yo'naltiramiz. Demak, mutaxassislarimiz tomonidan 3 namunadagi qatiq mahsulotlari saralab olindi. Endi esa biz laboratoriyaga yo'l olamiz va albatta ko'rsatuvimiz davomida ularni sifati borasida sizga to'liq ma'lumot yetkazamiz. Qatiq xarid qilishda uning sifatli va tabiiy bo'lishiga alohida ahamiyat qaratish zarur. Jumladan tarkibi va qo'shimcha moddalar, ishlab chiqarish, saqlash muddati, ta'mi, qadog'i hamda saqlash sharoiti va ishlab chiqaruvchisiga. Masalan, ishlab chiqarish korxonalarida tayyorlangan qatiqni albatta qadoqlarda, maxsus qadoqlarda o'sha saqlash muddati, undan tashqari saqlash sharoitlari yozilgan bo'ladi. Albatta xarid qilayotganimizda mana shu muddatlariga, saqlash sharoitlariga e'tibor beramiz va albatta uni qadoqlarni butunligiga va sovutgichda saqlanishiga e'tibor berib xarid qilishimiz zarur. Agarda bozorlarda yoki mana shu peshtaxtalarda umuman tayyorlash muddatlari, saqlash muddatlari ko'rsatilmagan bo'lsa yoki qadoqlari butunligi buzilgan bo'lsa, bunday qatiqni xarid qilmagan ma'qul. Saqlash muddati o'tib ketgan bo'lsa, keyinchalik unda zamburug'larni yashashiga sharoit tug'ilgani uchun, demak, bu foydali mahsulot jumlasiga kirmaydi. Albatta biz iste'molchilardan shuni so'rab qoladik, do'kon peshtaxtalarida, savdo sotiq jarayonlarida mahsulot tamg'alanishi bilan bog'liq yoki mahsulot sifati bilan bog'liq nomuvofiqliklar kuzatilgan taqdirda O'zbekiston texnik jihatdan tadqiq solish agentligini 1880 raqamli ishonchli xonadonlariga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Ushbu qo'ng'iroq orqali murojaatlarni biz qisqa muddatda ichida ko'rib, vakolatimiz doirasida javob berishga harakat qilamiz. Biz xursandmizki, texnik jihatdan tartibga solish agentligini demak qisqa aloqa raqamlari ishga tushganidan endilikda bu iste'molchilarga juda ham ko'p imkoniyatlarni beradi. Albatta. Demak, sizda tamg'alanishida aynan qandaydir kamchiliklarni aniqlagan bo'lsangiz, sizdan 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, o'z murojaatlarini qoldirishingizni maslahat beramiz. Endilikda shu o'rinda iste'molchilarimizdan yana bir bor ziyraklikni talab qilamiz. Sababi siz o'zingizni sog'lig'ingizga mas'ulsiz. Shunday ekan, har bir mahsulotning qadog'idagi ma'lumotni erinmasdan ko'rib, o'qib chiqishingiz, so'ngra esa xarid jarayonini amalga oshirishingizni. Qatiq ichak mikroflorasini yaxshilaydi, hazm jarayonini yengillashtiradi va immun tizimini, shuningdek mushak va suyak tuzilmasini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Qatiq mahsuloti bu sut mahsulotlarining jumlasiga kiradi va sut mahsulotlari tez buziluvchi mahsulotlar hisoblanadi. Shuning uchun qatiqni o'zini, demak, kimga biz tavsiya qilamiz va qanday tayyorlaymiz, mana bu juda muhim hisoblanadi. Qatiq sut mahsulotidan maxsus sharoitda haroratini, demak, ilitilgan holda maxsus achitqi, ya'ni bolgar tayoqchasi va demak sut kislotali bichig'dovchi bakteriyalar yordamida qo'shib tayyorlanadi va 2-3 kunlik mahsulot hisoblanadi. Qatiq mahsulotini birinchi kunda tayyorlangani yoki 2-3 kunlik mahsulot o'sha me'da ichak tizimida muammosi bo'lgan bemorlarga ham bilib tavsiya qilinadi. Chunki qatiq mahsulotini qancha ko'p muddat saqlansa, o'sha tarkibidagi bakteriyalar ko'payib, bijg'ish jarayoni kuchayib boradi va shuning uchun mana shu bolalarga berganda ham, katta yoshli aholiga berganda ham uni albatta necha kun avval tayyorlanganini bilganimiz ma'qul. Qatiq mahsuloti tarkibida sut mahsuloti bo'lgani uchun kalsiy mikroelementini saqlaydi. Kalsiy bu suyaklarni, umuman suyak mushak tizimini, yurak faoliyatini yaxshi ishlashida muhim hisoblanadi.
qatiqni faqat ba'zi bir xastaliklarda biz tavsiya qilmaymiz. Masalan, me'da ichi 12 barmoqli, me'da va 12 barmoqli ichi yara xastaligida qatiq tavsiya qilinmaydi. Lekin tarkibida o'sha sut kislotalari, bakteriyalarni saqlagani uchun qatiq mahsulotini biz turli xil kasalliklarda, me'da ichi kasalliklarida ham o'sha bakteriyalarni, kerakli, foydali bakteriyalarni saqlagani uchun biz tavsiya qilishimiz mumkin. Odatda qatiq idishida mahsulot nomi qatiq yoki tabiiy qatiq deb yozilgan bo'lishi. Agar uning tarkibida maxsus qo'shimchalar bo'lsa, bifida qatiq yoki prebiotikli qatiq deb ko'rsatilishi, tarkibi, oziq-ovqat qiymati va boshqa ma'lumotlar keltirilgan bo'lishi shart. Keling. Tez kunda yangilikning qaynog'i bo'ladi. Hozircha esa reklama. Oila uchun ta'til tashkillashtirish shunchaki TBC bankdan kredit rasmiylashtiring va javobini 1 minutda oling. O'z qo'llarim bilan yangi narsalar yaratish, sovg'alar berish, onamni quchoqlash va Yandex Music tanlab bergan treklarni tinglashni yoqtiraman. Bizning didlarimiz farq qilishi mumkin. Lekin ko'pikli Jacobs Cappuccino bizni birlashtiradi. Jacobs, hayot lazzatidan bahramand bo'l. Ha, oyi, ishdaman. Keyinroq o'zim qo'ng'iroq qilaman. Ha, ishlayapsanmi? Ota-onang esa sendan xavotir olishyapti. Halol hayot tarafdorlariga Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi. Birinchi turda savdo belgisi asosida ishlab chiqarilayotgan qatiq mahsuloti. Ushbu mahsulotimiz ishlab chiqaruvchisi Milkalina Products mahsulot cheklangan jamiyati. Mahsulot qadoqida ishlab chiqarilgan sanasi, yaroqlilik muddatlari va tarkibi to'g'risidagi, saqlash sharoitlari to'g'risida va qadoq ochilgandan keyingi saqlash muddati to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan. Shuningdek, mahsulot qadoqida sof og'irligi to'g'risidagi va qanday me'yoriy hujjat asosida ishlab chiqarilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan. Ushbu mahsulotimizning shuningdek qadoqlari butun, ishlab chiqarilgan sanasi va yaroqlilik muddatlari to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan. Shuningdek, mahsulot qadog'ida 476-sonli oziq-ovqat mahsulotlarini aloqa qilishga qo'yiladigan xavfsizlik to'g'risidagi umumiy texnik reglament talablari asosida mahsulot qadog'ida manipulyatsiya belgilari qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu mahsulotimiz amaldagi texnik reglament va standart talablari asosida to'g'ri tamg'alangan. Ikkinchi turdagi mahsulotimiz bu Pure Milk savdo belgisi asosida ishlab chiqarilgan qatiq mahsuloti. Ushbu mahsulotimiz O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan. Ishlab chiqaruvchi korxona nomi mahsulot qadog'ida ko'rsatilgan, ya'ni Pure Milk Works mahsulot cheklangan jamiyati. Ushbu mahsulotimiz qadog'ida saqlash sharoitlari, mahsulotning yog'lilik darajasi, shuningdek mahsulotni qanday me'yoriy hujjat asosida ishlab chiqarilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan. Shuningdek, mahsulot qadog'ida saqlash sharoitlari va mahsulotning yaroqlilik muddatlari, shuningdek mahsulotni qadoq ochilgandan keyingi saqlash muddatlari to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan. Shuningdek, mahsulot qadog'ida O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan oziq-ovqat mahsulotlari bilan aloqa qilishga qo'yilgan mahsulotlarning xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglament talablari asosida manipulyatsiya belgilaridan foydalanilgan. Ushbu Pure Milk savdo belgisi ostida ishlab chiqarilayotgan qatiq mahsulotlari amaldagi texnik reglament va standart talablari asosida to'g'ri tamg'alangan. Uchinchi turdagi mahsulotimiz bu Musaffo savdo belgisi ostida ishlab chiqarilayotgan 3% qatiq mahsuloti. Ushbu mahsulotimiz ham O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan, ishlab chiqaruvchi korxona nomi mahsulot qadog'ida ko'rsatilgan, ya'ni Milk House mahsulot cheklangan jamiyati.
mahsulot qadog'ida saqlash sharoitlari, yaroqlilik muddatlari, shuningdek tarkibi to'g'risidagi hamda saqlash sharoitlari va qadoq ochilgandan keyingi saqlash muddatlari ko'rsatilgan. Ushbu mahsulotimiz qadog'ida qanday me'yoriy hujjat asosida ishlab chiqarilganligini ko'rishimiz mumkin va muvofiqlik belgisidan foydalanilgan hamda mahsulot qadog'ida shu amaldagi texnik reglament bo'yicha manipulyatsiya belgilaridan foydalanilgan. Ushbu mahsulotimiz amaldagi texnik reglament va standart talablari asosida to'g'ri tamg'alangan. Navbatda texnologlar qatiq mahsulotlarini turli ko'rsatkichlar asosida tahlildan o'tkazishadi. Bu jarayonda xom ashyoning sifati muhim rol o'ynaydi. Bugungi mahsulotimiz qatiq mahsuloti hisoblanadi. Qatiq mahsuloti nordon sut mahsulotlari hisoblanib, hozirgi kunda qandli diabet, qolsa boshqa ko'plab kasalliklarga yaxshi davo hisoblanadi va yoshlarga ham, keksalarga ham birdek tavsiya qilinadigan va hazm qilish darajasini yaxshilaydigan mahsulot hisoblanadi. Shuning uchun ko'pchilik qatiq mahsulotlarni iste'mol qilishni harakat qiladi. Ochib ko'ramiz va tashqi ko'rinishi bilan baholaymiz. Mana birinchi mahsulotimizni ochib ko'ryapmiz. Musaffo qatiq brendiga ega bo'lgan. Ochib qaryapmiz va birinchi mahsulotimizni olib tashqi ko'rinishi bilan qaraymiz. Mana tashqi ko'rinishida uje sifatli mahsulot tashqi ko'rinishi bo'yicha yaxlit bo'lishi kerak. Ya'ni anaqa nima deydi, quyuq ipirlarsiz, bir tekis bo'lishi kerak. Qoshiqni anaqa qilganingizdan keyin mana olganingizdan keyin uje buzilmagan holatda olinishi kerak bo'ladi. Undan tashqari qarabsizki, olib buni tarelkaga qo'yamiz. Hidi o'ziga xos hidi, hali buziladigan darajadagi yoqimsiz hidga ega emas. Va mana birinchi mahsulotni ko'rdik. Birinchi mahsulot mana talab darajasida ekanligini ko'rishimiz mumkin. Birinchi mahsulotda. Ikkinchi turdagi mahsulotimizni ochamiz. Ikkinchisi qatiq tabiiy Primili degan brendga ega bo'lgan qatiq. Mana ikkinchisi yanada yaxshiroq ko'rinishga ega. Bunda ko'rinib tursa mana bir tekis turibdi, mana yaxlit. Xuddi shunaqa bir tekis bo'lishi kerak va bunda sekin qoshiqqa olib turib ana qilsangiz mana yaxlit buzilmagan holatda olinishi kerak bo'ladi. Ana ipir yoki bo'lingan holatda bo'ladigan bo'lsa, demak u uje surovga o'tgan va yaxshi saqlanmaganligini ko'rishimiz mumkin. Muddati o'tganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana endi hidini oladigan bo'lsak, mana hidi ham mana talab darajasida yoqimsiz hidlar yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana ikkinchi turdagi mahsulotimiz talab darajasida saqlangan. Ya'ni yaxshi saqlangan. Va uchinchi turdagi mahsulotimizni ochib qaraydigan bo'lsak, bu qatiq Essi brendiga ega bo'lgan qatiq mahsuloti hisoblanadi. Mana uchinchi turdagi mahsulotimiz ham tashqi ko'rinishi bo'yicha buzilmagan. Mana yaxshi saqlanganligidan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va uni qochish olib qaraydigan bo'lsak, mana bu yanada yaxshi saqlangan, chunki ko'proq miqdorda oldik, lekin buzilmagan va uni ko'ramiz mana. Va hidini ham tekshirsak, mana yoqimsiz hidlar yo'q. Demak, yaxshi saqlanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tashqi organik ko'rsatkichi bo'yicha baholab oldik. Bugungi tekshirgan qatiq mahsulotlarimiz, 3 ta brendga ega bo'lgan qatiq mahsulotlarimni baholaydigan bo'lsak, har biri o'ziga yarasha yuqori bahoga ega hisoblanadi va yaxshi saqlangan, yaxshi ishlab chiqarilgan mahsulotlar hisoblanadi. Va biz olib texnolog sifatida buni organik ko'rsatkichi bo'yicha tekshirganimizda yaxshi bahoni eta olishimiz mumkin bo'ladi. Fizik kimyoviy tahlillar qatiqning kislotalilik darajasini aniqlaydi. Bu uning tarkibidagi fermentlash jarayonini baholashga yordam beradi. Bu jarayonlar albatta laboratoriyalarda amalga oshiriladi. San'at qo'mita Toshkent shahar boshqarmasiga laboratoriyalariga quyidagi mahsulotlar olib kelib topshirilgan. Qatiq mahsulotlari, qatiq Mustafa, qatiq Essi, qatiq Pure Milk mahsulotlari olib kelib topshirilgan. Topshirilgan mahsulotlar sanitariya gigiyena laboratoriyasiga topshirilib, kadmiy, qo'rg'oshin, margumush, simob, mis, rux ko'rsatkichlari tekshiruvdan o'tkazilgan. Tekshiruv natijalariga ko'ra har bir mahsulot talab darajasida ekanligi berilgan va iste'mol uchun yaroqli deb hisoblangan.
bakterial tekshiruvlarga ham xuddi shunday tekshiruvlardan o'tkazilgan. Bunda nordon sut mikroorganizmlari, kasallik qo'zg'atuvchi patogen floralariga, patogen stafilokokk bosh ko'rsatkichlarga ham tekshirilgan. Tekshirish natijalariga ko'ra me'yoridan belgilangan me'yorda talablariga javob beradi va iste'mol uchun yaroqli topildi. Akkreditatsiyalangan sinov laboratoriyamiz Texnostandart Neo sinov laboratoriyasiga 3 xil tadbirkor tomonidan ishlab chiqarilayotgan qattiq mahsulotlar kelib tushdi. Biz bu qattiq mahsulotlarni O'zbekiston texnik reglamenti 474/020/2020 yil bo'yicha yog'lilik darajasiga va oqsil darajasiga tekshirdik. Birinchi mahsulotimiz qattiq 3% mahsulotimiz yog'lilik darajasi 3%, oqsil darajasi 265% ni ko'rsatdi. Ikkinchi mahsulotimiz qattiq tabiiy mahsuloti yog'lilik darajasi 3% ni, oqsil darajasi 207% ni ko'rsatdi. Uchinchi mahsulotimiz qattiq klassik mahsuloti yog'lilik darajasi 2,5%, oqsil darajasi 207% ni ko'rsatdi. O'zbekiston texnik reglamenti bo'yicha qattiq mahsuloti bo'yicha yog'lilik darajasi 0,1 dan 4,5% gacha bo'lishi kerak. Oqsil darajasi 206 dan 208 gacha bo'lishi kerak. Uchala mahsulotimiz ham texnik reglament talablariga javob beradi va iste'molga yaroqli deb topildi. Qattiq mahsulotlari nafaqat mazali, foydali, balki sifatli va xavfsiz bo'lishi uchun barcha standartlar hamda sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilinishi juda muhimdir. Ishlab chiqaruvchilar bu jihatlarga ahamiyat berishsa, raqobat bozorida albatta o'z xaridorlari soni ko'payishiga erishadi. Xayr, salomat bo'ling.